kelishi bilan bu bolalarni bir subutlikka yetish kerak-da o'zi. Qaqa qop. Voy, hozir kiraman oldinglarga, kofe ichamiz. Assalomu alaykum. Siz kimga keldingiz? Birinchi bo'z yuring gaplashib olamiz. Biz siz bilan xabarlashuvmidik? Ismingiz, biz siz bilan xabarlashmaganmizmi? Yo'q, uzr, bizlar birinchi sinfimizda to'lgan, salom. Bolangizni ham olib kelibsiz-a? Tak, medkarta, guvohnoma, pasport kerak bo'ladi, rasmlari. Nu, savol javob qilaman bolangizni. Birdan 100 gacha sanab ber. Bilmayapsanmi? Sal. Osmonda nechta yulduz bor aytib ber. Bolangiz IQ-ni tekshirib qiyin savol bermayapman. Siz aralashmay turib bolani qo'rqityapsiz. Tak, bolam. Bo'rini ichiga qanaqa turadi? Ko'rdingiz, bilmayapti bola. Oddiy narsalarni-da. Va qanaqa sizga bizlar bilasizmi? Matematika bilan ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan maktabda. Men hozir nervni tiqoz. Bolangiz bilmayapti, mana oddiy narsa. Menga 100 dan 1 gacha teskari sanab ber, bolam. Ko'rdingiz, oddiy narsalar. Bola tayyor emas-da, tushunasizmi? Ertaga bolangiz qiynalib qoladi-da, psixikasiga yomon ta'sir qiladi. Lutf o'sha yon atrofimizdagi maktablarni surishtirib ko'ring. Endi mush telefonlashsak, gaplashib ko'rishim mumkin direktorimiz bilan, tam o'zimizdan akalar, bizga shu chiroyli bir anaqa qilib berib degandek. Assalomu alaykum. Biz siz bilan xabarlashgan edik, to'g'rimi? Ha. Tak. Voy, bolangizni savol javob qilamizmi? Mayli, давайте. Asal bolam, nechi? 3 to'ppa to'g'ri. Bolangiz bo'ldi maktabimizda o'qiydilar. Siz endi birinchi sinfga kelasiz, asal.